do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi bilan Şinjan Alkuy Madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan Psixika turaqligi programmasi. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men sizlarning riyosatchi do'stinglar Dilqimar Erkin. Albatta programmamizni to'liq yoqtirib, to'liq suyunib ko'rishinglarni, undan boshqa yana programmamizdan manfaatlanishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Ko'rman do'stlar, bugungi son programmamizda mundaq bir tema olib keldim. U bo'lsa-mu biz odatda kino, televiziya teatrlarini ko'rgan vaqtimizda, balkim shu kinoni yoki televiziya teatrini nihoyat yaxshi ko'rib ko'rganligimizdan bo'lsa kerak, ana shu televiziya teatrlarining ichidagi obrazlarga bilib-bilmay baho berib qolamiz. Undan boshqa ana shu obrazlarningki odatdagi turmushi qandaqdir, odatdagi turmushda zodi mush obraz qandaqroqdir degandek o'ylarga kelib qolamiz. Bugungi son programmamizda mana shu temalar ustida nihoyat ko'ngilli suhbat olib boramiz. Yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz do'stlarimiz. Undaqda men bugungi son programmamizga alohida taklif bilan qatnashgan mehmonlarimizni sizlarga tanishtirib o'taman. Ular bo'lsa-mu Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazining qurg'uvchisi, Shinan dashiyosining psixologiya fani aspiranti, shunaqla davlatlik 2-darajalik psixik maslahatchisi Zulfinur Alimalim. Qarshilamiz. Rahmat. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men doim boshqalar tarafidan xato tushunilib qoladigan Zulfinur Ali bo'laman. Men tushundirish bek yaxshi bo'ldi ya Zulfinur Malim. Bizningki naq shu bugungi temamizga munosabatli bir tushundirish bo'ldi ya. Undan boshqa Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazining hamkorlik qurg'uvchisi, shunaqla oila tarbiya yetakchisi, Şinjan dashiyosining magistr aspiranti va shunaqla davlatlik 2-darajalik psixik maslahatchisi Muborak Abdursulmalim. Qarshilamiz. Rahmat. Salam do'stlar. Men doim boshqalarni to'liq qabul qila oladigan Muborak Abdursul. Rahmat malim. Men tushuntirishni men bek yaxshi ko'rdim. Boshqalarni to'liq qabul qila oladigan degan so'zni bek yaxshi ko'rdim. Rahmat malim. Ko'rman do'stlar, sizlar ishxonadagi ishlar degan kino, televiziya teatrini ko'rganmi? Shaxsan men nihoyat yoqtirib ko'rgan. Albatta, shu kinoning ichidagi obrazlarni ham shunchalik yaxshi ko'rgan. Endi bizning bugungi son programmamizga kim taklif bilan qatnashdi degan vaqtida, ana shu ishxonadagi ishlar nomli televiziya teatrining ichidagi Oh my god. Men mushgatmizam cho'qim ko'rmanlar bilib bo'ldi. Shu kimdi bugungi programma qatnashgan aziz mehmon deb. Undaqda men Akbarni yana bir atrofli tanishtirib o'tay. Akbar bo'lsa Şinjan Kinochilar jamiyatining a'zosi. Shunaqla biz teatr klubining qurg'uvchilarining biri. Undan boshqa yana Şinjan tushchi madaniyat tarqitish cheklik shirkatining kasbiy aktyori bo'ladi. Akbar qarshilamiz. Rahmat. Yaxshimisizlar ko'rgan do'stlar? Men tomoshabinlarning yoqtirishiga, yaxshi ko'rishiga ham qabul qilishiga erishib kelayotgan yosh aktyor Akbar G'olib. Qarshilamiz Akbar. Rahmat. Endi Akbarni shu oh my god deb bilganlar bekchi qilish mumkin ha. Shu kinoni ko'rgandan keyin bo'lsin va yoki u kino qo'yilib bo'lgandan keyin shu naq shu bo'lak shu sizningki ishxonaga so'qish qilib keladigan bir bo'likingiz bor. To'g'ri. Direktor bilan so'qishib ketsiz. Oh my god deydigan bo'lak. Shu bo'lak beklayliqi mayli undidarda bo'lsin va yoki doyingda bo'lsin va yoki har xil tarqitish update'larda shu bo'lak bekliqi turmanlar bek yaxshi ko'rdi bu obrazingizni. Uning keyindan bioching bo'lib qolganligimdan keyin chiqib u 2015-yildagi filmdi. Hozir hisobda 6-7 yil bo'lib qoldi. Hozirgacha butun ko'rmanlar shu filmni ko'rib baqqanlarga adam bo'lsa, oh my god deb chaqirdi. Mening ismimni bilmaydi ko'pincha tomoshabinlarcha. 70% oh my god deb chaqirdi. Undaq bo'lsa men boshda tanishtirgan vaqtida oh my god deb nihoyat bir simvollik bir gapni qo'yib o'tibman. To'g'ri, shunaqa. To'g'ri. Undan so'ng Akbar shu mening nazarimda siz shu obrazni nihoyat yaxshi yaratgan shu kinoning ichida. Endi siz shu obrazni yaratgandan keyin jamiyatda shuningki ta'siri qandaqroq bo'ldi? Men shu obrazni yaratib shunda asirgancho. Men shu obraz to'g'risida gap chiqib qolsam shu gapni qayt deyman. Bak asirgan. Nimish qilsanlarni bakaliqi bu mingan deymiz-ku bu obrazni hamda. Unda bo'lgandan keyin tarqalgandan keyin tomoshabinlar ko'rinmanlar qanday inkasdi bo'lar, yaxshi ko'rishiga erishamanmi yoki chamma kesak qilib hamda ko'ch-ko'ylarda bir ishlar yuz berib ketadimi deb o'ylagandim. Lekin tunji qatta film tarqalib, men Qashqarga bir yaqin og'inamning savodishimni to'yib qo'ldash o'g'il berib qoldim-da. Berib qilsam hamda Qashqardagi bolalar hamda shunchalik yaxshi ko'rib meni. Bak hurmatimni qilib, voy filmimni ko'rdik, bak yaxshi apsizlar adash deb shunday qilib ketdi. Shuna bu film bunda bo'lsa tomoshabinlarning yaxshi ko'rishiga erishibdi deb o'zimga ashta yakun qo'ydim endi. Undan boshqa yana shu siz
Şu kinoda şu obrazni yaratgandan keyin sizning atrofingizdagilar va yoki do'st birodarlaringiz, urug' tuqqanlaringiz, undan boshqa jamiyatdagi kishilar bo'lsin, sizga shu boshqacha nazarda qaraganlar bo'ldimi? Agar shu vaqtida qaraganlar bo'lib qolsa, siz shu vaqtida qanday bir hissiyatda bo'ldingiz? Yaqin yo'riqlarim, urug' tuqqan do'st birodarlarim mening mijozimning qandaqligini bilgandan keyin ular boshqacha ta'sir bo'lmadi. Lekin men tunmaydiganlar shunda o'xshaydi bu bola deb o'ylab qolganlar bakchiq bo'ldi. Keyin uydagilarmi bu rol chiqmasa o'zimamdi balam. Bedanishlarni gaplarni qilishga boshladi. Shunda men bir kasbiy aktyor bo'lsam, endi 5 yil aktyorlik kasbida o'qish bitirib, endi mush bir rolga chiqilib, boshqa rolga chiqmasam bu mening degan bir qo'qim chiqadigan bir molosi olimda bu mening. Bütün tomoshabinlar yaxshi ko'rganki, mayli boshqalarning iskarim yo'q deb. Shuni bilan yana davomli chiqaverdim bazlashib. Endi buni chiqarang har xil jihatda o'ylasak bo'ldaylar. Qanday degan vaqtida mushu ko'rmanlarning sizga ko'ngil bo'lgani, mayli qaysi jihatdan ko'ngil bo'lsa, sizning shu obrazingizni ko'rgani uchun, sizning shu obrazingizni yaxshi ko'rgani, sizning shu obrazni yaxshi yaratganligingiz sababidan ko'rmanlar sizga diqqat qildi, shunga diqqat e'tiborini o'zingizga aldira oldingiz degan gap. To'g'ri. Ko'rmanlar bek rasmiylik rolga kirishib yaxshi ko'rganlik sababidan siz rasmiylik jin o'ynab o'tkazgan rolni shun kirishganda ko'rmanlar. Men keyin ondan ashtaq xato tushunib qolgan, ashtaq tushuncha paydo bo'lib qolgan ko'rmanlarni to'g'ri tushungan bo'lib ketdim. Tushunimiz qilsangiz Malikxon Judimo Rong Momayninki obrazni yaratganlarni ko'ch-ko'ylarda tillab ketgan, urib ketgan ahvollar bo'lgan. Endi men shu obrazni endi chin ichimdan chiqarib, cho'kib turib, o'zimni haqiqiy ashtaq odam deb o'ylab turib o'ynaganligim uchun ko'rgan tomoshabinlarni shu meni naq o'zi deb bilib qolganlarni jiqchu hamdaligi va film rol elish deganini endi bilmaydigan tomoshabinlarimiz. Shuni to'g'ri tushundim. Bu mening muvaffaqiyatimga deb o'ltirdim. To'g'ri. Ammo shu vaqtida Akbar, sizda bir ozroq psixik to'salg'ular bo'ldimi yoki undaq ishlar yuz berdimi? Dastlabki men bu Oh My God degan obrazni yaratishdan burun biz o'qishib turib 2014-yil qadam san'at kechiligi deb bir san'at kechilik qilgan bizning sinfning savodashlarimiz birlashib bir kechilik qilgan to'q. Buni plastik tillarni tarqalgan. Shu vaqtda to'ya deydigan bir itotimiz bor edi. Onda siz mo'yash, men mo'yash, endi bu yoshlarimiz bundaqla o'tkazsak bo'lmas deydigan bir obraz bor edi. Chashdi ham yay uloqliq, burut, taptoq. Shu obrazni yaratib qilsam shu ko'ch-ko'ylarda ketmasam o'g'illar siqatgan olib qolganchi menga. Shu vaqtda qanday his etdingiz? Takat chiqib ketdi, g'ujjudi bo'ldi, vahshat chiqib ketdi. Uning keyin Oh My God degan obrazni yaratgandan keyin butun odam Oh My God. Heliqi deydigan bo'ldi. Yana taksat neram o'ylaydi. Heliqi degan gapni olsam, avu degan gapni olsam, takat chiqib keldi. Shaxsan hozirma chiqib keldi uni ochdi. Oh My God'ni olsa chiqib kelmaydi. Oh My God'ni olsa chiqib kelmaydi, lekin heliqi meni ko'rgan odamlar avu yoki heliqi degan gapni qilsa takat chiqib keldi. Keyin u andan heliqi meni ismimni ko'pincha odam hamda men bir donliq shaxs yoki donliq hamda Jishing bo'lib ketmagan ikinci qadamlar bilmagan, ismini bilmagan ekan, avvaliq Oh My God, ayliq Oh My God ku deydigan deb to'g'ri tushunib bo'lib ketdim. Agarda shu o'ziga boshqalarning boshqacha nazarda qarag'anligini his qilgan vaqtida ozroq psixik to'salg'i bo'lsa, mushu psixik to'salg'ini qanday yengish kerak? Bo'ldi. Undaq bo'lsa, bu eng oldi bilan endi Akbar ikkimiz taqdim etib demoqchi. Shunga mushada endi ras qo'l qo'ydim-ku. Chunki nurg'un odamlarga nisbatan o'zining aslini buzib turib, yangi bir obraz yaratish bu bek tasdiqchu. Şunlar ki siz hakikaten kaltıs aktör ekansiz, anladın mı? Hatta memmo aşoni ko'rib bo'lgandan keyin şu aşında oylab qopti ben. Çaq. Lekin bu obraz şu resmi shunchalik muvaffaqiyatli yaratilgan obraz şu. Endi şu turmushimizda, mesela şahsen memmo nurg'un vaqtlarda boshqalarcha xato tushunib qoldi-ku. Masalan, endi men shunday bir xato tushunchalarga erishib qolaman. Endi ko'pincha vaqtlarda boshqalar
o'zining bilish doirasi cheklik bo'lganligi uchun, o'zining dunyosi cheklik bo'lganligi uchun ko'pincha vaqtlarda dunyosiga hech narsa sig'maydi ekan. Mening his qilganimcha, dunyosiga hech narsa sig'maydi ekan, lekin bir yaxshi yeri siz bilan mening dunyomizga hamma narsa sig'adi-ku. Shuning uchun endi eng oldi bilan endi mushundaq bir masalalar chiqqan vaqtida shu personajcho cho'qim o'zining psixikalik jihatdagi endi bu bir o'sib yetilish fursati deb o'ylashimiz kerak ekan. Eng oldi bilan bu degan mening o'sib yetilgan fursatim ekan deb turib, eng oldi bilan o'zimizning dunyosini sal kengaytirishimiz kerak ekan. O'zimizning o'y fikrimizni endi miyada mundaq bir narsa bor ekan, mening his qilganimcha, hamma odam meni yaxshi ko'rsa deb cho'ng'ilganmiz. Hamma odam meni yaxshi ko'rsa deb cho'ng'ilganmiz ekan, unda qolishni atayin ekan. Şunlaşqa hamma odamning bizni to'liq yaxshi ko'rib ketamaydiganligini buni his qilishmi, buni bilishmi, bu psixikalik jihatdan bek cho'ng o'sib ketishga bu. Şunlaşqa endi eng oldi bilan hamma odam bizni yaxshi ko'rmasmi bo'ladi. Hamma odam bizni yaxshi ko'rmasmi, biz yaxshi yashay olamiz. Eng oldi bilan mushuni his qilishimiz kerak ekan. Chunki bizni yaxshi ko'rmaydigan odamlarga qaraganda yaxshi ko'radigan odamlar taxim ko'p. Shunaqa. Masalan, sizning obrazingizda shu. Şunlaşqa birinchi bo'lib, boshqalar qabul qila olmaydigan mushtaq bacho atrofimizda shundoq o'zining xarakteri bor odamlar bor. Masalan, ularning atrofidagilar yaxshi ko'rgan bo'lsa, xo'sh, eng oldi bilan bizning ugundig'imiz nima desa, hamma odamni yaxshi ko'rib ketishni atayin. Balki ma'lum bir kunlarda ham ularning dunyosi cho'ng'ib, tig'im jiq narsalarni his qilgan vaqtida, balki men to'g'ri tushunib qolar deb turib, ham o'zimizni o'sib yetildirganmiz. Eng oldi bilan shu o'zimiz azoblanmasligimiz uchun o'zimizning bilishini ko'paytirib, bilishini cho'nqurlashtirishimiz kerak ekan. Endi onun için hem de ikincisi bu atrofdagilarga nisbatan-ku bak didin ziyoda kayfiyatimizni buzib qo'ygan vaqtda biz cho'qim kayfiyatni boshqarish yoki kayfiyatni tangshash degan odamning bir umrlik o'rgangan narsa-ku. Shuningdek kayfiyatni tangshash jihatda faqat tangshamaganicha, masalan, psixik ma'lumotlar bo'ldi, ma'lum bir leksiyalar bo'ldi, ma'lum bir kitoblar bo'ldi. Cho'qim mushular orqali yordamchi usulda-ku o'zimizning kayfiyatimizni tangishimiz kerak ekan. Anki üçüncüsü şu başqalarga bek çoğ talep qo'yib olmaydi. Hamma odam meni qabul qilish kerak deb-ku. Qabul qilmas huquqi bor. Mening mushtaq yashash huquqim bor. Masalan, menga yaxshi, shu boshqalarning o'zini yaxshi ko'rmasligini qabul qilishmi? Haqiqatan bir cho'ng o'sib yetilishgan hayot. Çoğ o'sib yetilishgan hayot. Uni eg'izi demak bek oson-ku, men qabul qildim deb, lekin rost qabul qildingizmi, yolg'on qabul qildingizmi, sizdan boshqa odam deb bermaydi buni. Endi men chiqishlarni qanday nimaga olib taqib olganman degan chog'da muddo bilan olib taqib olman ba'zi vaqtlarda. Masalan, mening kichik vaqtlarimda o'ylab boshqalar tarafidan xato tushunib qilish ishlari batchiq yuz bergan. Kichik ishlar, masalan, hammamiz boshlang'ich shundoq aktiv o'qiymiz, shundoq-ku. Bugün mübarek malum. Shundoq aktiv o'qiyman, imtihonga oz qolgan chog'da men rost dars tayyorlamayman. 5 tash o'ynayman, pijir o'ynayman. Shuning bilan lekin imtihonda mening natijam chiqqanda, mening sinfdagi savodoshlarim meni bu yoshurunchi o'rganadi. Bizning oldimizda o'ynab bizni xotirjam qilib qo'yib, uyga berib kechib kitob quchoqlab, mundaq o'rganda shu natijasi ashna chiqadi deb sinfda guruhlar bor-ku. Meni yaxshi ko'rgan guruhlar batdi, yaxshi ko'rmaydigan guruhlar batdi. U chog'da men kichik bo'lgandan keyin rost azoblandim boya. Zulpinur ma'lum degandek, men yaxshi ko'rganlarning ichida men baxtli his qilsam bo'ldi, lekin buni ikkinchi o'ringa qo'yib, mening birinchi muddarim nima bo'ldi degan chog'da meni yaxshi ko'rmaydigan shu odamlarni men qanday qilsam yaxshi ko'radigan qilaman. Shuti endi diqqat chekib ketgan keyin hatto o'zgarganman. Uyun qo'ygan ashballarning oldida ashla deb qamsin deb kitobni ichib xiyol surib bo'lsin, bu men o'rganyapman. Ko'raman. Sizlar yoshirinchi deganda men oshkora o'rganay degandek-ku, ma'qul ahvollarni qilib boqqan, lekin u chog'da shunchalik bir zerikishlik his qilgan. Mening kallam teshib maydondagi bolalarning o'yinida, maldagi bolalarning mukimukilan o'yinlarida ashinda. Lekin u chog'da biz kichik bo'lg'achqimi, yoyliq ishchimizga gapni sinf mas'ullarimizga aniq ifodalab beramiz-ku, hech kim to'g'ri yetaklamabdi ekan-ku. Keyin bu ishlarni yoshning cho'ng'ishiga ergishib albatta hikoyalar o'zgaradi. Haqiqatan har zamonda, har vaqtda, har so'rinda boshqalar meni to'g'ri tushunmaydigan, xato tushunib qilib, shu tushanchisini hukm sifatida boshqalarga taratib yetadigan hatto. Ma'qul ahvollar shakllandi. Bu pek hamda odamni bearam qilgan ahvolga. Keyin men o'zim endi psixologiyani suyib o'rgangandan keyin qanday bo'ldi degan chog'da Muborak Abdurasul, unda bo'lsa siz yashaydi ekansiz. Yashashga muddaringiz nima?
bu çoğunaq tema, lekin bu şu çoğun temini bilib alsak, nurg'ulg'an kichik ishlarning qulpini yetib yetalaydi ekan amaliyotda. Unda bo'lsa biz o'ginib eng oxir borgan chog'da men o'zimga nisbatan aytgan chog'da, unda bo'lsa mening hayotdagi nishonim o'zimni baxtli qilish, ham atrofimdagilarning baxtni his qilish uchun yordam qilish. Mushu mening teoriyam. Hammasiga tushirmanda. Tushirgan keyin andan qanday bo'ldi ekanman degan chog'da boshqalarni xato tushunib qolgan chog'da andan o'ylayman. Uning mushu xato tushunib qilishi mening muddarim bilan bevosita munosabatlikmi? O'zgartib yetalamdi mening nishonimni. O'zgartib yetamsa boshqalar xato tushunib qolsa, bayzul normalimdek ularning huquqi. Men uchun 29-masala, birinchi masala emas. Mening qildig'inim yana meni to'g'ri tushunadigan, qabul qila oladigan odamlarning orasida o'zim bo'lib yashash. Hamda Aşı meni to'g'ri tushunmaydiganlarga huquqni berish, ashlarni qabul qilib o'tish. Mahil ishlarni muddaga berib, olib taqvasak, o'chaqda nat yeniklarni qabul qila oladi ekanmiz. Nayt yaxshi tushundirish bo'ldi. Akbar shundoq rozi bo'ldingiz deyman, muborak bo'lsin. Nozutlarni tushundirishsiz. Shundoq chiroylicha bir mamnunlik kulkisi eksatdi oxir kelgandajimi men shuni his qildim. Demak, endi boya muborak bo'lsin siz deb o'tgandek, mushuni qabul qildim deyish haqiqatan oson bo'lishi mumkin. Mayli men yaxshi ko'mganlar bo'lsa, mayli-ku men qabul qilmay men yaxshi ko'mganlarnimi deyishimiz oson bo'lishi mumkin, lekin yana aniqay boyqidek, masalan, shugu, falon shugu degan vaqtida balkim yana ozroq bearam bo'lib qolamiz-ku hayotda endi. Chunki odam emasmi biz? Aniqay og'zimizda degan bilan qilishimiz sal tezroq bo'lib qoldi ekan. Undan boshqa Akbar sizningki mushundaq ahvollarda masalan sizningki boshqalarning mushundaq deyishlari yoki boshqalarning sizga shundaq nazarda qarashlari sizning turmushingizga, hayotingizga ta'sir ko'rsatgan ahvollar bormi? Menimcha ta'sir ko'rsatmaydi-ku deyman. Chunki men ilqibak unda degini og'zimda deginim bilan og'u eliqosida qarab qo'yib, shu deb qo'yib o'tib ketaverma. Xayolimda yo'q-ku. Lekin shu opamga bak ta'sir ko'rsatdimki deyman. Masalan, opam namdilqi ba'zi bir turlarda jibo qildigan, biyosar qildigan ishlarni qilma. Uningda shu inkaslarga har xil yangi gaplarni qilganlar borchu. Opam ko'ndoq shim telefon qildi. Jibo qilmanga balam. Nimish haqla o'risiz jibo qilib, nimishqa bir yig'iz gapdan qolmaysiz deb. Shunlar siz anda aytsam, manda aytsam, mening bak ochig'im kelib ketadi ekan. Men yotolmayotganman u yerda deb. Opamning kayfiyati ta'sir yetkazib qo'ydi, cho'ng opamning kayfiyati ta'sir yetkazib qo'ydi. Lekin hamda mening turmushlarimga, odatdagi xizmatlarimga ta'sir etgan ishlar yo'q. Lekin shu hamda rol jihatda men o'rnini bakamda tomoshabinlar, ko'rinanlar muvaffaqiyat ko'rindi dedi hamda. Lekin uning ko'p yetarsizliklar bor. Bunda bir finishlik qilsaqchi. Lekin hamda rolni hamda yaxshi olgandan keyin boshqa filmlarga ishlatadigan rejissyorlarmi ashqil obrazni yaratib berdi. Hozir butun turmushimda, mushu kasbiy hayotimda mushu roldan ayrilanmaslik bo'lib qoldim men. Demak, bundan keyin sizni izlamoqchi bo'lgan rejissyorlar yoki kino filmlar bo'lsin, sizni yana mushu xil obraz bilan mang'isdan degan talablarni qo'yadi, shunaqmi? Ba'zi bir filmlarga shu obrazlarga ashyolik obrazing bo'yicha chiqib bersang deb. Hamdalqi sen yavasim amat etdi degandek bir obrazni qilaversakmi, alqi bosh shunda payz chiqqanda ko'rganlar oxiri kelganda o'zimizni qiynalib qolganmiz-ku. Qanday olmoqsin hamda boshda tunji qatta birinchi qattimliqimiz bo'lgandan butun delqi qo'sqimizda bor umidimizning hammasini chiqarib o'zimni ozodim shu ortiqchiligimni shu kasbiy nimamni mishat ko'rsatma deb turib qildikanmiz. Oxirgi kelgan bu davomlashavergandan keyin uning ustiga obrazimni baktillaydigan obraz bo'lgandan keyin tillaydigan gaplarni unutib ketdim men hozir. Tugidi. Bu ishxon kishilarni topgan vaqtimizda bir daftarim bor edi. Akbar manda gap esim keldi, yozadi adab yozdim. Bu yoqda ayt, u yoqda ayt, oyada ayt, restorimda ayt, adab yozib oldim. Bir daftarni yerim to'shqan telefon tillashlar bilan. Masalan, maqol tamsillar va tillashlarning orasida annanilqi do'stlar chamrikimizda moda bo'lgan gaplar va saqlab oldim. Chiroy qonun qilib qarmaydi degan gapmi shu do'stlar chamrikidan saqlab olgan narsa. Endi hozir unda do'stlar chamrikimizning bak madaniylashish ketgan tillaydigan ishlarmi yo'q. Hozir mushuk davatdi Akbar. Yeliqi nima ko'z oldimda, yeliqi manzil ko'z oldimda ayliqi. Oh my god deydiganchi. Yeliq birisiga gap qotdi, yana birisi gap qilsa oshningga yetishib, oshningga adabini berib, tang yeliq hamma odamga tang tetib chiqsiz qo'shgandan.
Endi undaq bo'lsa ma'lumlar zo'rlar muborak ma'lum hozir Akbar deb o'tdi. Shu obrazni yaratgandan keyin boshqalarningki boshqacha nazarda qarshi yoki boshqacha fikrlarda yoki so'z harakatlarda bo'lishi Akbarningki o'ziningki hayotiga yoki turmushiga hech qanday ta'sir ko'rsatmabdi. Undaqda Akbarningki psixik saposi nihoyatda yuqori deb esdaq bo'lamdi sizlarcha. Agarda mushu Akbarningki buningdan keyingi turmushiga yoki hayotiga ta'sir ko'rsatib qolgan bo'lsa, shuni qanday hal qilishimiz kerakdi? Ma'qul, muborak ma'lum marqitim kichikni bek izzatlaydi-ku, mendan boshlaylik. Mundaq endi, masalan, Akbarning endi bu obrazi yoki atrofidagilarning mayli bevositani chiqqancha ajoyib narsani evatuvchi, ajoyib gaplarni qilgancha. U vaqtda abiyam dedi, menga ta'sir qilmadi dedi. Endi mundaq gap, hamma odamning psixik saposi bundoq qurulmaydi. Lekin ba'zilar o'zining xosligi bilan jamiyatda nantifiydi-ku. Ras gap qilsam, o'zining xosligi bilan. Lekin u odam bundoq odam emas. Biz o'zimiz uning bilan paranglashib baqsak, men masalan nurg'un yilqi tor dunyosidagi cho'lponlar bilan paranglashib baqdim. Ularning hammasining mijozi shundoq yaxshi, shundoq esilchu. Lekin har qatim bevositani chiqsa, jiq odamning kirish uchun bular bir xoslik yaratdi ekan. Shuning bilan bu xoslikda nurg'un odamlar bilan tillangan ekan. Bularning o'ziga o'tmaydi ekan endi-ku. Ko'pinchisiga o'tmaydi ekan. Chunki tayyorligi bor-ku. Chunki mening tayyorligim bor, mening xosligim mushu deganki, menga o'tmaydi. Chunki men bunaqa odam bo'lmasam, sizning tilligingiz ash obrazdan shirikadim. Lekin mushuni ko'rgan ota-onasi, urug' tuqqanlari, jo'risi degandeklar. Ularga bek yig'ib keldi ekan. Lekin ularga yig'ib kelgandan keyin undan bu yerda buni qilmasang bo'lmaydi deydigan bisim bo'ldi ekan. Masalan, Akbarga ta'sir qilgani nima desa, qilmasang bo'lmamdi degan telefonlarni qabul qilgan vaqtida, oiladagilar o'zimizning xizmatini qabul qilmagan vaqtdagi azob endi bu sal odamga ig'ir bisim bo'lib qoldi-ku masalan. Xo'sh, ba'zilar bor masalan, mushu o'zining obrazini, o'zining turmushi bilan ayira oladigan. Endi bu vaqtda biz azoblanmasak, bu vaqtda psixik sapoyimiz yuqori degan. Lekin ba'zi odamlar unda qilmaydi. Mushu tor dunyosidagi yoqimiz odamlarning yiliqi, avu, mavu deyishidan-ku, o'zini yo'qitib qo'yganlar bek ko'p, mushu xamush bo'lib qolganlar bek ko'p-ku. Shunlashqa endi buni biz ikki xilga ayirsak bo'ldi. Birsi menga ta'sir qilmagan. U vaqtda mening psixik sapoyim yuqori degan. Yana ba'zilar bor ta'sir qilib, xamush bo'lib, azoblanib, nima uchun meni qabul qilolmaydi bu degan mening obrazim to'sa degan. Endi bular mana psixik sapos to'van degan gap emas. Bu qabul qilishchu. Qabul qilish jihatda boshqalarning yaxshi ko'rmasligini qabul qilmaganlar. Bu-ku. Shuning bilan buni anonlikdagi kayfiyat u bu narsa buzilgandan keyin ma'vu endi cho'qim psixik maslahat oladigan masala. Bo'pmi endi ichki o'lkalarda men xabarlarda ko'rganda endi mush tor dunyosidagi mushu ishlar sababidan-ku o'zini nurg'unlar yo'qitib qo'yib, hatto rakislik giribtor bo'lganlar bor. Qisqa vaqt ichida-ku 1-2 yilda ham rakislik giribtor bo'lganlar bor. Ochiq yutib qo'yibdi qanday. Shuningga bu yerda shu mushundaq masalalar kelib chiqadigan odamlar bor. Kelib chiqmaydigan odamlar bor-ku. Shunga navoda mushtaq masalalar kelib chiqsa, bu psixik masala bo'ldi. Bu cho'qim davolanish kerak. Cho'qim psixik maslahat olish kerak, cho'qim o'z ustida o'ylanish kerak. Men nima uchun boshqalar yaxshi ko'rsa deb islab olaman. Boshqalar meni yaxshi ko'rmasa nima bo'pti? Buning digini men emas, obraz. Mushuni ayirib olish uchun azoblanmaydi odam. Buning yaxshi ko'rgani mening obrazim, men emas. Debde, bunda qolgandan keyin mening obrazimni tilladi. Men emas bu. Mushu bekmey mesela psixik maslahatchi olimlarcha psixik maslahat bergan vaqtida o'zi azoblanib qolganlar bor. O'zini ash obrazning ichiga akirkitib, hikoyaning ichiga akirkitib, o'xshaydi. Men hikoyadagi odam emas. Mushuni ayirib bilish kerak endi-ku. Shunga bek azoblanib ketgan vaqtida endi jimmidan o'tiribchi, bularning tillayotgani yoki bularning haqoratlayotgani men emas. Mening obrazim. Navoda fursat bo'lsa, men bilan o'tirib paranglashib baqsa, cho'qim meni yaxshi ko'rib qoldi. Chunki mening qalbim shunchalik pokiz, mening qalbim shunchalik oqko'ngil, mening qalbim shunchalik bir qaysirona bir narsa bor. Keling paranglashaylik. Chunki siz meni tanimay turib, menga baribir siz kim? Debde, siz haqiqiy meni tanimaysiz, faqat men nimani ko'rsatsam, shuni bilasiz. Debde. Shunga endi mushu narsalarni o'ylab, o'zining qalbisini o'tkazib olsa, u vaqtda azoblanish bo'lmaydi. Lekin oiladagilar azoblansa, bo'pmi, ona azoblansa, dada azoblansa va shirkavrichi bo'ladi. Andaq bo'lib qolsa, ota-onagim mushu ma'zur deganini tushundirish kerak. Boshqalarning tilligini muvofiq etib. Bu obrazni ajoyib yaxshi yaratgan bo'ldi. Appa bularning tilligini men emas, obrazimni men bo'lsam, men tillayman. Xapolma apa ishqisi yo'q debchi, masalan, mushundaq bir uslubda yakomiz ash bevositani apsi yoki boshqalar ko'maydigan qo'yish kerak. Ko'ma appa buni yo'q ko'rsam, men bog'o. To'g'ri. Nima uchun bir qiziqchi? Nima uchun biz o'zimiz azoblanadigan ishni doim qilamiz?
Bizni azaplayotganını bilib tursak, kunda o'ylaymiz ashunichu. Baxtsizlik nereden keldi ash o'y fikrdan? Baxtsiz o'y fikrni nima o'ylayversiz? Shu urug'nichu o'ylab amsa amaliyotda. Bu narsa bo'lmasa xo'shal yashag'il bo'ldi. Baxt nereden keldi? Güzel o'y fikrdan, güzel qalbdan keladi-ku. Shunlashqa bizni azoblaganlar bo'lsa, yiroq bay, xo'sh. Lekin bizni to'g'ri tushunamaganlar bo'lsa, ma'qul sizmi yaxshi yashayman, yaxshi yashayman qilamsam, shunchalik bo'lsin. Ham siz ketdimi? Mundaqchu, ilqi nechilarning oldida chambaraklardan mundaq chiqarib olganlar bor. Yo'l o'zimning mengayverma, boshqalar so'zlar va sun debchu. Shuning bilan bu jumladan amaliyotda biz ikki narsani his qila olamiz. Mushu jumlani chiqargan odam rost shundaqmi? Rost mushundaqmi? Yana birsi zada shu mangamay ash yo'lda mushu so'zni chiqarish orqali uni qabul qilmaganlarga hujum qildimi? Mana ikki ehtimollar bor. Unda bo'lsa rost chiqardingizmi, yolg'onmi deb. Men bir gap bir men seni degim kelyapti, ismi Yangguan Yiji deydigan. Aptapsimay yoki aptap hamish kesili desak bo'ldi. Bu xil odamlarning obrazi qanday bo'ldi, xarakter qanday bo'ldi degan chog'da men to'g'ri tushundim. Ular nima desamayli, men o'ng'izsizlikni ko'taralayman, mag'lubiyatni ko'taralayman, boshqalarning menga bergan xato bahosini ko'taralayman, azobini ko'taralayman deb qarasangiz, shunchalik aptapdek yoshib oldi. Lekin mushunga qarablam, mush qilmishi qarablam buningki psixik sapasi yuqori ekan desak, bu to'g'ri emas-ku. 100% to'g'ri emas, mutlaq emas demakchi. Balkim buning keyni biz ayraymiz. Unda bo'lsa, kelingan sizning shu bir paranglashib yetgan men bilan shunda o'ylagan bo'lsa, odamlar bo'lsa, men bir kasbiy odamni tepib bir chiqitim paranglashib yetay. Men rasmi shundaqmi yoki yolg'on yoritib olgan shu obrazimdan suyunyapamdim. Mushu haqiqiy ijtimoiy turmushda ilayotgan har birimizning bir ijtimoiy roli bor bo'ldi. Men shundaq aptapsimon odamning rolini ilib olgan, rolimdan, obrazimdan huzurlanayotgandim deganni biz birinchi bo'lib ayrishimiz kerak. Agar ayrayamsa qanday ahvol kelib chiqadi degan chog'da biz nurg'unlagan davlatimizga taniqli artistlarni bilamiz. Mayli ularni ziyorat qilsin yoki mushtaq programma ishlasin, nima bo'lsin, ularning boshqalarga yoritib bergan do'stlarining og'zidagi tili u bek yaxshi artist qarsak ulug'aganlik xabari. Endi hech kim qabul qilolmaydi. Bu bek hamma odamga aktiv energiya beradigan, hammamiz dardimiz bo'lsin, mush odamni izlaydigan, mushundan maslahat oladigan odam to'q. U tuyuqsiz mushna olib qoldik deb, mak hayot qolganlar qabul qilmay tushunmay qoldi. Unda bo'lsa bu yerda masala nima degan chog'da siz rostchu aptapsimon odammi? Aniq ayrib oldingizmi yoki shu rolga kirib oldingizmi degan narsani ayrishmak muhim. Shunga buning uchun ham deydi, kasbiy o'rinlarni, kasbiy ma'lumotlarni bir suhbatga o'rnashtirsak bo'ldi. Albatta biz bu yerda Xinjiang idrok psixik taraqqiyot markazidagi ma'lumotlarni qattiq tavsiya qilamiz do'stlarimiz sizlarga. Musha haqda har qanday masalalar bo'lsa, idrok psixik taraqqiyot markazidagi ma'lumotlar bilan aloqalashib, musha to'g'risidagi psixik masalalaringlarni hal qilishinglarni umid qilamiz. Albatta men boyidab o'tgandek programmamizni yaxshi ko'rib ko'rgan bo'lishinglarni, shu bilan bir vaqt yana programmamizdan manfaatlangan bo'lishinglarni umid qilamiz.